Ko'pchilik o'ylaydiki, asalari zahri xavfli, allergiya berishi mumkin, yomon oqibatlarga olib keladi deb. Aslan olib qaraganda, har bir dori vositasi agar undan noto'g'ri foydalanilsa, u yomon oqibatlarga olib keladi, ya'ni zahardek ta'sir qiladi. Faqat undan to'g'ri foydalanilgandagina bizga shifo bo'ladi. Asalari zahri tabiat yaratgan bir qarashda oddiygina, lekin juda ham murakkab kimyoviy modda hisoblanadi. Ilm-fan buni hali to'liqligicha ochib bera olgani yo'q, lekin hozirgacha dunyoda juda ham ko'plab davlatlarda olimlar aynan asalari zahrini o'rganish bo'yicha juda katta tadqiqotlar olib borilyapti. Asalari zahridan foydalanishdan avval, ya'ni apiterapiya muolajasini olishdan avval bemor albatta vrach konsultatsiyasidan o'tishi shart. Chunki ko'pchilik bemorlar keladi, menga konsultatsiya shart emas, shunchaki men asalari chaqtirgani keldim deb. Bu juda ham noto'g'ri va xavfli bemor uchun. Vrach bemori anamnezlarini to'liq yig'ishi, uni tahlillarini o'rganib chiqishi va ana shu bemorga, uni kasalligiga, darajasiga mos taktikani ishlab chiqishi shart va har qanday bemorga muolaja proba bilan boshlanadi. Bizning unikal metodimiz ko'plab bemorlarga salomatligini qaytargan. Agar siz ham asalari zahri sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi bilmoqchi bo'lsangiz, direktga murojaat qiling va albatta konsultatsiyaga yoziling.